Yer bu shunchaki hudud emas. U tarix, boylik, kelajak. Markaziy Osiyoda yer har doim kuch va taraqqiyot mezoni bo'lgan. O'zbekiston tarixiga nazar solsak, har davrda yer boshqaruviga alohida e'tibor qaratilganini ko'rishimiz mumkin. Misol, Buyuk Sarkarda Amir Temur davrida yer davlatning asosiy boyligi sifatida boshqarilgan. Yer davlat iqtisodiyotining asosi bo'lgan. Bu davrda yerlar davlat yerlari, mulki sultoniy, xususiy yerlar, mulk, suyurg'ol yerlar, vaqf yerlar, jamoa qishloq yerlari toifalarga bo'lingan va shu tartibli foydalanilgan. Yer tartib va adolat bilan boshqarilganda davlat kuchayadi. Keyingi davrlarda Buxoro, Xiva va Qo'qon yer mulkchilik shakllari biroz o'zgargan bo'lsa-da, uning iqtisodiy va siyosiy muhimlik darajasi o'zgarmasdan qoldi. Yer nafaqat iqtisodiy, siyosiy, balki ijtimoiy tizimning ham asosiga aylandi. Turli davrlarda turli yer siyosati amalga oshirildi. Biroq yer hali hamon o'zining insoniyat oldidagi muhimlik darajasini yo'qotmadi. O'zbekiston bugun yerdan foydalanish, uni hisobga olishda yangi bosqichga o'tmoqda. Bugungi kunda yer shaffoflik, samaradorlik va innovatsiyalar orqali boshqarilmoqda. Malakali mutaxassislar, so'nggi zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va innovatsion yondashuv, xalqaro hamkorlik kadastr agentligini yanada katta natijalarga yetaklamoqda. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan sohani rivojlantirish, yer va yer resurslaridan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratildi. Muhim hujjatlar qabul qilindi. Shu sabab O'zbekistonda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yer bizga omonat berilgan va kelgusi avlodga sifatini tushirmagan holda to'la to'kisligicha yetkazib berishimiz kerak bo'lgan ne'matdir.